O'zimizni eng ko'p stressga solib qo'yadigan dunyoqarashimiz, biz shu dunyoda 100% baxtni izlashimiz va xohlashimiz. Bunday bo'lishi mumkin emas. Chunki Alloh bizni bu dunyoga imtihon uchun yuborgani haqida juda ko'p oyatlar bor. Sevganlaringiz bilan, joningiz bilan va molingiz bilan imtihon qilinasiz. Sabr va to'g'ri yo'l tutganlarga mukofot bor. Demak, biz bu dunyoga nega kelganimizni anglash orqali haqiqiy baxtga eltadigan kalavaning uchini topgan bo'lamiz. Hayotimizda gohida oilaviy muammolarga duch kelamiz. Janjallashamiz, ichimizda hayotim rasvo bo'ldi deymiz. Lekin biz unutamizki, yaxshi kunlarimiz ham bo'lgan. Yana gohida ishda muammo chiqadi. Hayotim zahar bo'ldi deymiz. O'zimizni o'zimiz, ya'ni stressga tushiramiz. Gohida bunga xastaligimiz sababchi bo'lishi mumkin. Yana bu yerda shikoyatlar qilamiz. Aslida bu muammolarni eng boshidan qabul qilishingiz kerak. O'zingizga o'zingiz men xastalik bilan, musibat bilan, turmush o'rtog'im bilan va tijoratim bilan imtihon qilinaman. Axir shuning uchun kelganman, sabr qilishim kerak. Nega sabr qilishingiz kerak? Chunki fitratingiz xohlayotgan 100% baxt diyori jannatda shu baxt bilan abadiy yashamoq uchun. Siz rostdan ham 100% baxtni izlayotgan bo'lsangiz, u bu dunyoda o'smaydi. Uni jannatdan topasiz. U 100% baxtga erishish uchun bu dunyodagi muammolarga to'g'ri yo'l tutish orqali sabr qilishing kerak. To'g'ri yo'lni qanday topish kerak? O'qish kerak.